Bugun e'tiboringizga 2018-yilda Ispaniya kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan triller janridagi Jannat tepaliklari nomli ajoyib filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Boylar xonadonida hashamatli to'y bo'lmoqda. Kelin eri uchun alohida sevgi haqida maxsus qo'shig'ini kuylamoqda. Mehmonlar hayratda. Onaning qizi omadli turmush va shunday qizi borligini aytib maqtalayotgan tabriklarni qabul qilmoqda. Kelin esa mehmonlar bilan xayrlashib yotoqxonasiga kiradi. U yerda uni eri kutayotgandida, uni quchoqlagan eri oldinlari qizda his qilmagan itoatkorlikni sezayotganligini ta'kidlaydi. Voqealar 2 oy oldinga ko'chadi. Uma notanish xonada uyg'onadi. Qandaydir ovoz uning jannatda ekanligini xabar qiladi va ikkita kelishgan yigit unga nonushta keltirishadi. Uma tabassum qilib u yerdan qochib ketadi. Qiz gullar bilan burkalgan hovlida yugurib sohil bo'yiga chiqadi va u yerdagi xilvat g'orga kiradi. Ichkarida uni notanish qiz uchratib qoladi va uni kerakli joyga olib borishini aytadi. Biroq notanish qiz ham uni tezda qorovullar qo'liga topshiradi. Uyga qaytarkan Uma yo'l bo'yi oq kiyim kiygan bir talay qizlarni ko'rib hayron qoladi. Ularning barchasi quvnagan, o'yin o'ynashar, qo'shiq kuylashar, ichimliklar ichib hayotdan zavq olishardi. Umani o'rta yoshli hashamdor ayol oldiga olib kelishadi. U qizga o'zini anglashi uchun yordam beruvchi ruhan sog'lomlashtirish markazida ekanligini aytadi. Ko'pchilik avvaliga biroz qiynalardi, ammo qizlar keyinchalik yaxshi tomonga o'zgarishlari uchun ularga yordam berayotganliklaridan xursand bo'lishardi. Qiz bu orolda 2 oy yashash kerak edi va ayol qizning bu vaqt ichida turmushga chiqish haqidagi fikrini o'zgartirishiga ishonardi. Umani u bilan yana 2 qiz yashaydigan xonaga olib kelishadi. Quvnoq do'mboq qiz Xloya yangi qizning kelganligidan xursand, ammo ikkinchi g'alati va kamgap Yu bundan norozi edi. Xloyani ota-onasi uning ozib xushqomat bo'lishi uchun bu yerga jo'natishgan edi. Ammo qizning o'zi vaznidan umuman shikoyat qilmasdi. Kechki ovqatga chaqirishlari bilan uchovlon rolik olishga shoshiladi. Yon atrofga qaragan Uma uni qorovullarga topshirgan qizni ko'rib qoladi. Xloya uning Armanani tanimaganligidan hayron qoladi. Axir u mashhur qo'shiqchi. U pianista bo'lganligi sabab ota-onasi uni shu yerga jo'natishgandi. Kechki ovqatdan so'ng Armana Umaning oldiga keladi va uni baribir ham ushlab olgan bo'lishlarini aytadi. Biroq ular aytayotgan hamma narsaga ham ishonmaslik kerakligini va umuman pianista emasligini ta'kidlaydi. U shunchaki o'z qo'shig'ini yozmoqchi bo'lgan, biroq bu uning prodyuserga kerak bo'lmagan. Uma bu holatga ko'nikishni istamas va yana qochishni reja qilgandi, biroq Armana okean o'rtasida ekanliklarini aytib kuladi. Ammo u yordam berishga tayyor edi va yarim tunda uchrashuv belgilaydi. Ertalab Armana uzr so'raydi. U uxlab qolganligi sabab uchrashuvga kela olmagan. Biroq Uma ham uyqudan tura olmagandi. Qizlar vizajistlar oldiga kelishadi va ularga yangi obrazni taklif qilishadi. Bu Umaga yoqmaydi, bu u emas, onasining quvonchiga o'xshardi. Ammo Xloya yangi ko'rinishidan xursand edi. Programmaning keyingi bosqichi bu ko'zgu terapiyasi va unga buni boshqaruvchining o'zi olib boradi. U qizdan ko'zguga qarab o'zi va onasi haqidagi savollarga javob berishini so'raydi. Uma bundan norozi. Onasi faqat o'zi haqida o'ylashini va hech qachon so'nggi turmushga chiqmasligini aytadi. Keyinroq qizlar jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishadi. Bundan so'ng esa Umani o'rtasida mexanik ot turgan zalga keltirishadi. Qizni unga bog'lab tepaga ko'tarishadi. Uma uning bo'lajak eri o'zi haqida so'zlab, o'zini maqtayotgan proyeksiya ichiga tushib qoladi. Bu holat Umaning qattiq jahlini chiqaradi. U qo'llarini shunchalik qattiq qisganidan ularni jarohatlab oladi. Jahli chiqqan Uma boshqaruvchiga shikoyat qiladi, ammo u unga yaxshilik tilashlarini aytib, yana biroz chidashini so'raydi. Qiz kutilmaganda boshqasini sevishi haqida aytib qoladi, biroq uning yigiti kambag'al bo'lganligi sabab onasi ularning turmushiga hech qachon ruxsat bermasdi. Boshqaruvchi butun hayotini onasining bog'iga bag'ishlaganligi haqida so'zlaydi va qizga agar o'z o'rnini biladigan bo'lsa, uni yorqin kelajak kutayotganligini aytadi. Xloya Umaga hamdardlik bildiradi, ammo boy odamga turmushga chiqishni yomon deb hisoblamasdi. Yuda esa umuman boshqa muammo. Uning ota-onasi kambag'al edi. Ular qizlarni boy qarindoshlarnikiga jo'natishmoqchi edi, ammo qiz u yerda o'zini qanday tutishni bilmasdi. Oqibatda uni shu yerga jo'natishgan.
Qizlar bir-birlarining ko'ngillarini ko'tarishadi. Yu o'z guruhini yig'ganligini va musiqaga qaytmoqchi ekanligini aytadi. Qizlar orol bo'ylab sayr qilishar, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishar, kitoblar o'qishar va o'zlarini to'g'ri tutishni o'rganishar. Ko'zgu terapiyasiga kelgan Armana o'zining ayollarga bo'lgan javobsiz muhabbati haqida so'zlaydi. Keyinroq esa dugonalarga uni hech kim tanimaydigan joylarga ketishni istashini aytadi va o'sha joy tasvirlangan taqinchog'ini ko'rsatadi. Uma esa shunchaki sevilishni istardi. U qizlarga vafot etgan otasining tasvirlari tushirilgan xotiralar qo'ng'iroqchasini ko'rsatadi va kutilmaganda sevgilisi Markusni ko'rib qoladi. U buning qanday bo'lganligini tushunmasdan uning oldiga yuguradi, ammo u qizni qayerda bo'lsa ham topishga so'z bergandi va mana u shu yerga ishga kirgan. Yigit uni bu yerdan albatta olib ketishga so'z beradi. U qizni oldindan kameralarni o'chirib qo'ygan xonaga olib kiradi va xilvat joyda paqapaq bilan shug'ullanishadi. Biroq ularni ko'zida yosh bilan kuzatib turgan Armanani ko'rishmasdi. Uma dugonasiga Markusning va'dasi haqida aytadi, ammo Armana dugonasiga Markusga ishonmaslikni maslahat beradi. Bu vaqtda uni sahnaga taklif qilishadi va u sevgi haqidagi go'zal qo'shig'ini Umaga bag'ishlaydi. Ertalab uyg'ongan Uma qo'ng'iroqchasi yo'qolib qolganligini ko'radi va birdan xavfsizlik sistemasi ishga tushadi. Plyajga erkak kirib keldi. Qizlar dengizdagi qayiqni ko'rishadi. Boshqaruvchi ularga xonalarga kirishni buyuradi. Uma savollar berishni boshlaydi va maydagap ayol kutilmaganda yuvga tashlanib qoladi. Uning qahridan shisha devorlarga dars keta boshlaydi va Armana qichqirig'i bilan ayolni to'xtatib qoladi. U o'zga kelgach hammadan uzr so'raydi. Qizlar bu hodisani muhokama qilishadi va Armana o'sha yigit uning qochishiga yordam berishi uchun kelganligini ma'lum qiladi. U qayg'ini g'orga yashirib qo'ygan. Bundan so'ng qorovullarni tekshirish uchun tong otguncha orol atrofida suzgan. Bundan kelib chiqadiki, tunda dengizni hech kim kuzatmaydi. Demak, ular bugunoq qochishlari mumkin. Armana kecha ichishlari kerak bo'lgan sutni ichmagan va ilk bor tunda uxlamagan. U Umaning tumorni topib olgan va uxlab yotgan qizlarni aravalarda qayergadir olib ketayotgan notanish ishchilarni ko'rgan. Armana yana qochish kerakligini aytadi, ammo Uma yigitini alday olmasdi. Markus esa uni yukchilar kemasiga o'tkazishganliklarini va uni kemada yashirib qo'ya olishi mumkinligini aytadi. Bundan so'ng esa birgalikda suzib ketishlari mumkin edi. Uma qayiq haqida aytib beradi. Tunda esa Armananing barcha muolajalarini yaxshi topshirganligini va uning qaytishi mumkinligini e'lon qilishadi. Qizlar o'zlarini sut ichganday qilib ko'rsatishadi va hojatxonada uchrashishadi. Armana Umadan Markus bilan qayiqda birga qochishlarini so'raydi va unga yo'l ko'rsatuvchi taqinchog'ini beradi. Uma uni topishga so'z beradi va dugonalar vidolashuv bo'sasini berishadi. Tunda uxlamagan Uma ishchilar qizlardan birini olib ketishayotganliklarini ko'radi. Qiz ularning ortidan ketadi, ammo kuzatuv kamerasiga tushib qolgach, o'zini uxlab qolganga soladi. Ishchilar uni olib ketishadi va qiz hojatxonaga chiqayotganda dori ta'siri kuchlilik qilib yana uxlab qolgan deb hisoblashadi. Ishchilardan biri uni operatsiya xonasiga olib bormoqchi bo'ladi, ammo ikkinchisi uni fikridan qaytaradi. Bugun uning navbati emasdi. Ertalab u yana proyeksiyalarni ko'radi, ammo bu safar u yerda uning sevimli otasi tasvirlangandi. Uni Umaning bo'lajak eri Son xarob qilgan edi. Qizning yana qattiq jahli chiqadi. Yon atrof yolg'ondan to'lgan. U Markusdan yordam so'raydi, ammo u hech nima qila olmaydi. Qizni xonaga qamab, unga sut berishadi va uni ichgan qiz uxlab qoladi. Ertalab uni boshqaruvchi xonasiga keltirishadi va qiz televizorda kelishgan yigit yonida turgan baxtiyor Armanani ko'radi. Uma boshqaruvchi kelganligini sezmay qoladi va uning qo'llarini siltab tashlaydi. Stolga turtilib ketgan ayol yuzidan jarohat oladi, ammo tezda o'zini qo'lga oladi va davolashlar sabab Armanani qay darajada o'zgarganligini ko'rishini aytadi. Uma uchun katta pul to'lashgandi, ammo u ertaga orolni tark etishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, qiz 2 hafta uxlagan. Uma dugonalariga hammasi haqida so'zlab beradi va televizorda ko'rishgan Armana ularning dugonasi emasligini aytadi va u bilan ham shunday qilishlarga yo'l qo'ymasligini ta'kidlaydi. Shu sabab dugonalariga qochishni taklif qiladi. Xloya rozi bo'ladi, ammo yu bundan bosh tortadi. Markus bilan navbatdagi uchrashuv vaqtida Uma undagi kameralarni o'chiruvchi moslamani o'g'irlab oladi. Qizlar yana o'zlarini sut ichganday qilib ko'rsatib, tunni kutishadi. Ammo tunda Yuni so'nggi protsedura uchun olib ketishadi. Uma va Xloyalar ishchilar ortidan borib, operatsiya xonasigacha yetib kelishadi. Shifokorlar terapiyani endi boshlaymiz deb turishganda, ularga qizlar tashlanib qolishadi. Ishchilardan biri uyg'oq qizlar haqida xabar qiladi va boshqaruvchi hammani o'ldirishlarini buyuradi. O'rtada janjal chiqadi va qizlar doktorlarni hushlaridan ketkizishadi, ammo narkoz olgan Yuni ko'tarib yurishlariga to'g'ri keladi. Bino bo'ylab qochib yurisharkan, ular barcha ma'lumotlar saqlanayotgan monitorli xonaga kirib kelishadi va shuncha vaqtdan beri ularni davolamasdan
ular haqidagi ma'lumotlarni yig'ib yurganliklarini bilishadi. Markus esa uni qutqarishni emas, aksincha, uning sevgi hissiyotlarini o'rganish uchun yollangan edi. Umada buning nega kerak ekanligi haqidagi savol uyg'onadi, ammo qizlarning yana qochishlariga to'g'ri keladi. Ular yuzlari bintlar bilan o'rab qo'yilgan qizlar o'tirgan basseyn oldiga kelishadi. Ma'lum bo'lishicha, ular plastik operatsiya yordamida davolanuvchilarning obraziga kirgan kambag'al qatlam odamlar bo'lib chiqdi. Ular o'zlarini qiyofadoshlari kabi tutishni yaxshilab o'rganishgan. Bu ularning munosib yashashlari uchun yagona imkon edi. Bu vaqtda Yu vafot etadi. Uma uning o'rnini egallaydigan qiyofadoshi u bo'lishi uchun otasining o'limiga sababchi bo'lgan Sonni yomon ko'rish kerakligini aytadi va qiyofadoshiga tumorni beradi. Birdaniga qorovullar kirib kelishadi. Uma va Xloyalar berkinishga majbur bo'lishadi. Ular qayerdandir qo'shiq ovoz yangrab turgan bog'ga kelishadi. Qizlar qalin butalar orasidan o'tisharkan, kutilmaganda Xloya ortda qolib ketadi. Uma dugonasini chaqirsa-da, uni topolmaydi va uning qichqirig'i ortidan yuradi. Butalar orasidan o'tarkan, qiz pensionning sobiq davolanuvchilari jasadlarini ko'radi. Armana ham shu yerda edi. Uma Xloyani topganida uning ustida qizning jonini olayotgan boshqaruvchini ko'radi. O'simliklar qizni ushlab bog'lab oladi. Gullardan o'ziga ko'ylak yasagan boshqaruvchi esa Umani o'zining navbatdagi qurboniga aylantirmoqchi. Ammo birdan Umaning qiyofadoshi paydo bo'ladi va qizni qo'yib yuborishini talab qiladi. Ularning har biri o'zini haqiqiy deb ko'rsatib, boshqaruvchini adashtirib yuborishadi. Uma boshqaruvchini operatsiya xonasidan o'g'irlagan skalpeli yordamida o'ldiradi. Qo'rqinchli o'rmon vayron bo'ladi. Qizlar esa qirg'oqqa yugurib tunnel ichidan o'tishadi. Ammo sohilda ularni Markus ko'rib qoladi va qo'rqib ketganidan ularni ko'rganligi haqida xabar qilmasdan ularni qo'yib yuboradi. Dengizda Uma qiyofadoshi bilan tanishadi. Uning ismi Anna. U kambag'allardan va kichik ukalarni boqish uchun Umaning o'rnini egallashga rozi bo'lgan. Qizlar reja o'ylab topishadi. Unga ko'ra Anna orolga qaytib Umaning o'rnini egallaydi va so'nggi turmushga chiqadi. To'y vaqtida u mehmonlar bilan qoladi va ular bilan birga raqsga tushadi. Bu vaqtda tepada haqiqiy Uma Sonni o'ldiradi. Anna yotoqxonaga kirib qichqirishdan oldin bir necha soniya kutadi va Umaning uzoqroqqa ketishiga imkon beradi. Endilikda Anna boy xonim bo'lib yashashni davom etishi mumkin. Qasos olgan Uma esa qo'lida Armananing taqinchog'ini ushlagan holda tim qorong'uda yashirinadi. Shu bilan film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.